Yetkazamiz. Mana jonajon patanglar hali ham turibdi. Mana aytaman, keyingi bolalarga. Mana shu paytda mana o'qigan. Sizlarga yetardimi shu paytda o'qiganman. Mana sizlar o'qidinglar, sizlar bolalaringiz mana rohat bo'lasiz, aytmaydi. Sizlar o'zingizlar avvalambor mana shu kunga yetkazgan hamma mana xatoringdan xato bo'lmay katta bo'lganlaringga yana shukur. Hamma katta yigitlaring, katta qizlaring, uvali juvali kelinglar hammanglar. Omadinglarni bersin hayotda. Hech qaysi bir-biridan kam qilmasin Xudoyim. Hamma baxtli sog'lik deb. Mana shu kunni uyushtirganlarga mingdan ming rahmat. Chunki bu yig'ilish, didorlash juda qiyin. Mana hozir hech kim hozir yoshinglar bilan o'tirayotganinglar yo'q. Hammanglar bir o'sha 9-10-11 sinfda yoshinglar bilan o'tiribsizlar-da. Hamma unutdi hamma narsasini. Har doim o'shaqa yomonliklarni orqaga tashlab unuting. Faqat yaxshilik bilan yashang. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring hammangiz. Farzandlaringiz sog'lom farzandlar bo'lsin. O'shalarni rohatini ko'rib, bizga o'xshab qariganinglarda rohat, farog'atda yurish Alloh nasib etsin. Omadlarini bersin hayotda hammangni. Mana shu eng yaxshi shu. Birinchisi sog'liginglar o'zingizda bo'lsin. Hammanglar taninglar sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Har doim uchrashib yurish nasib qilsin. Bitta narsani eslamasdan o'tish mumkin emas. Mana shu bizani ketimizda chopib bergan, bizadan ham talab qilgan Abduvohid akam bilan. O'tib ketgan nurg'on akamlarni hozir bunaqa ketolmanda eslab yig'laydim kelyapman. O'tib ketgan ustozlarimizni Alloh rahmatiga jannat bersin. O'tib ketgan ota-onalarimizni Alloh rahmatiga jannat bersin. O'tib ketganlarimizni Alloh rahmatiga jannat qilsin. O'shalar har doim bizgacha Fotiha qilib turishadigan Allohdan. Mana shu farzandlarim, zurriyotlarim o'sha qarisin katta bo'lsin, bizga azmi bo'lsa ham doim borsin deb turadigan. O'shaning uchun siz agar hozirda amin deb o'tirgan bo'lsangiz, farzandlaringiz katta bo'lib sizga ham bir vaqt kelganda amin deying. Shuning uchun hammani yaxshilik bilan eslash nasib qilsin. Taninglar sog' bo'lsin. O'tirmaysan? Qo'linglar uzun bo'lsin. Vaqtinglar baland bo'lsin. Martaba amal pog'onalariga chiqqan paytda odamiy yaxshilikdan ajratmasin. Yetganingiz kelsin. Bir-biringizga, ota-onangizga, farzandingizga mehr-oqibatli bo'linglar. Avvalambor kimki ko'rsa, mana shu palonchini bolasi deb hurmat bilan esga olish nasib qiladi. Har doim tansihatli, xotirjamlik, tinchlik bilan, baxt bilan yurishi Alloh hammamizga ham nasib qilsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Oldin-ku bitta olib chiqdim hammani. Yo'q, nimaga? Hamma anaqa bildiryapti, Alijon. Hamma yaxshi niyatla bildiryapti. Siz gapiring birinchi qor aka. Duolaring o'zlariga hamroh bo'lsa, birga yo'qolmasin. 15 yilligimiz umr bo'lsin. Mana Alijon aka Abadiy bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. hozir chekkan kamera kirib ketdi, hozir. Hozir chekib ketdi, yaqin kelib endi. Ha gapiring mana. Bo'ldi, xo'p. Chakchani bo'ldi. Bo'ldi, o'zingni olib olmayman. Bo'ldi.